Oradan bir necha oy vaqt o'tdi, ammo bizning qurilish maydonimizni endi tanib bo'lmaydi. Qarang, 2025-yil oktyabr holatiga ko'ra bizning Bashkent qurilish maydonimiz qanday o'zgargan? Bashkent mening orzuyim. Turar joy kompleks hududida 16 qavatli 20 ta blok to'liq barpo etildi va joriy yilni oxiriga qadar yana qo'shimcha 26 ta blokni to'liq 16 qavatga ko'tarish rejalashtirilgan va tegishli qurilish montaj ishlari grafikka ko'ra amalga oshirilmoqda. Birinchi blokdagi fasad ishlari to'liq yakunlandi va joriy yilning oxiriga qadar yana 13 ta blok bo'yicha fasad ishlari amalga oshirilish rejamizga kiritilgan. 9 ta blok bo'yicha romlar to'liq o'rnatilgan bo'lib, joriy yilning oxiriga qadar yana 14 ta blok bo'yicha romlarni to'liq o'rnatish ko'zda tutilmoqda. Xonadon xarid qilgan yurtdoshlarimizga qiziq bo'lgan avtoturargoh masalasida ham ishlar jadal davom etmoqda. Ayni paytda 126 ta avtomashina sig'imiga ega yer osti avtoturargohimizda qurilish davom etmoqda. Joriy yil oxiriga kelib, jami 450 ta avtomashina sig'imiga ega yer osti avtoturargohini qurish mo'ljallangan. Qurilish montaj ishlarini tashkil qilishda 70 tadan oshiq qurilish texnikalaridan foydalanmoqdamiz va bulardan 16 tasi bashni krandan iborat. Shunday qilib, qadam-qadam sizning kelajakdagi uyingizni barpo etmoqdamiz. Yangiliklarimizni kuzatib boring. Oldinda qurilish va obodonlashtirish haqida yanada ko'p qiziqarli yangiliklar sizni kutmoqda. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi bosqichda ko'rishguncha